Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan hurmatli YouTube kanali obunachilari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida bizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umra safari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying azizlar. Biz videoni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka mukarramada bo'linadi azizlar. Madinada markaziyada joylashgan mehmonxonamiz 250-300 metr oraliq masofada bo'ladi. 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Makkada esa 4 yulduzli gastitsalar, Diyor Araba degan gastitsa bo'ladi. Bemalol lokatsiyalarga ham urib ko'rishlaring mumkin. 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi azizlar. 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Xo'p, hozirgi kunda undan tashqari sayohat va ziyoratlarimizga keladigan bo'lsak, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Undan tashqari Qur'on kitob bosmaxonalariga ham 50 boshlar olib chiqishadi. Haftada 2 kun yoki 3 kun ishlar ekan. Agar borgan kunlaringga to'g'ri kelsa, 50 boshlar o'zlari bemalol olib chiqishadi azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzdalifa qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. Azizlar, biz sayohat va ziyoratlarimiz 15 tadan oshiq. Sizlarga keraklilarini aytib o'tyapmiz azizlar. Xo'p, undan tashqari hozirgi kunda siz bizni firmamizdan, ya'ni Centrum Holidays firmasi tomonidan boradigan bo'lsangiz, sizlarga mana bunday bejiklar beriladi. Bu mehmonxona qayerda joylashgan va mehmonxonaning nomerlari kiritilgan bo'ladi azizlar. Undan tashqari mana bunday kanzilchalar beriladi. Har xil razmerda kanzilchalar bor, xudo xolasa. Hamda mana bunday sumka beriladi. Bu sumkaga Madinada tapchikalaringizni solib olishingiz mumkin, telefonlaringizni solib olishingiz mumkin. Undan tashqari Makkada ham bemalol narsalaringizni solib baquvvatgina sumkalar azizlar. Xo'p, hozirgi kunda reyslarimizga keladigan bo'lsak, azizlar, reyslarimiz har hafta bor. Haftani har seshanbaga Toshkent-Jidda yo'nalishli reysimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Sizlar bilan qanday bog'lanamiz? Agar bizlarniki jicha uzoqroqda deydigan bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Zagram pasportingizni tashlasangiz, biz sizga Centrum rasmiy shot raqamlarini tashlaymiz. Undan keyin biz tomonidan tuzilgan shartnomalarga ega bo'lasiz azizlar. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Bemalol kelib, Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Xo'p, eng qiziqarli joyi narxlariga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Toshkent-Jidda yo'nalishli reysimizning narxini $1050 dan qildik. Farg'ona-Jidda yo'nalishli reysimizning narxini esa $1075 dan qildik azizlar. Videoga like, podpiska bosing, bizda bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lib turing. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.